Qol kech qolyapmiz. Hozir. Har kuni uyga non olib kirgin, xo'pmi? Uyni erkagi o'zingsan. Yaxshilab qara hamma yoqqa. Darslaringni qoldirma. Xo'p. Asosiysi bitta omonatim bor. Mana bu mashinani kaliti. Qaytib kelganimda xuddi o'zidek topshirasan. Tushundingmi? Tushundim. Charchama. Asosiysi bitta omonatim bor. Ertaga qaytamiz, a? Kechki qolib turganda yosh bolaga ertaga aytdim nima bor-ey? Endi uzr do'stim. Har safarga chiqishdan oldin o'g'limga bir omonat qoldiraman. Lekin shunda ham 5 minut ertaroq chiqdim. Laziz o'g'lim, ovqatga kel. Laziz, yur o'ynaymiz. Yo, men bandman.